mana bilim olish jarayonida shu ayollarimizni qo'llab-quvvatlaymiz desa, ayollarimiz yo'q, men shu psixologga boraman, ular menga ilmni beryapti, bilimni beryapti, men mutaxassisga boraman, ulardan mana shu bilimni olyapman degan qarshiliklar ham bo'lyapti va urush janjallar ham bo'lyapti. Buni natijasida esa oila parokanda bo'ladi. Bitta emas, yuzlab oila desangiz qo'shilaman. Xato qilmagan bo'lamiz. Chunki nomutaxassislar, psevdopsixologlar, men aytaman chala psixologlar deyman yoki umuman bu sohaga daxli bo'lmagan odamlar ijtimoiy tarmoqda, ayniqsa Instagramda chiqib olib turib, o'zini shunaqangi bir daho mutaxassis qilib xalqqa ko'rsatdi-da. Aslida haqiqiy mutaxassis hech qachon oilaga zid tavsiya bermaydi. Hech qachon ajrashgin degan tavsiyani bermaydi mutaxassis. Ayolni ilm olishini ham o'sha ma'rifatli yo'lini ko'rsatib beradi. Ya'ni sen o'zingni sevgin faqat, qolganga tupurgin, faqat sen borsan o'zingni yaxshi ko'rgin deb turib xudbinlarcha munosabat qilmaydi haqiqiy mutaxassis. Haqiqiy mutaxassisni rakursi boshqacha ko'radi. Ilm kerakmi? Oling ilm deymiz. Lekin olgan ilmingiz oilangizga xizmat qilsin. Oilangizni rivojlantirish uchun xizmat qilsin, farzandlaringizni kelajagi uchun xizmat qilsin deb aytamiz. Biz ko'ryapmiz buni, biz mana natijalar kelyapti. Ha, ajrashib ketdim, falonchixon psixologga boruvdim, bo'lmaydi bu ering senga, ajrashganda o'zingni o'zing eplaysan degan gapni gapirdi. Bu nima? Bu jamiyatda bevalar sonini ko'paytirishmi? Kerak emas. Har bir inson o'zini jufti bilan qo'sha qarishga harakat qilishi kerak. Endi ba'zi istisnolar bor, endi juda ham bir haligi izdan chiqib ketgan erkak bo'lsa, endi unga o'zi ham yasha olmasa, uni hech kim majbur qilib yashata olmaydi. Lekin yashasa bo'ladigan yaxshi turmush o'rtoqlaridan ham haligi o'zboshimchalik bilan olingan ilm tufayli chiqib ketyapti. Va qarangki, ma'lum bir vaqtdan keyin u ham psixolog bo'lib olyapti. Shu narsalardan oilalarni ehtiyot qilaydi. Chunki oilada ota ham kerak, ona ham kerak farzandlar uchun. Bu juda muhim. Oila jamiyatning bir bo'lagi deyilgan bir fikrlar gapiradi. Men unga sal boshqacharoq ta'rif beraman. Oilani o'zi katta bir davlat. Va vatan mana shu katta davlatdan tarkib topadi. Turli xil. Hammaning oilasi har xil. Hammaning oilasidagi qadriyatlar har xil, tutumlar har xil, odamlar har xil, dunyoqarashlar har xil. Shuning uchun aytamanki, ular bitta katta davlat va davlatning negizini, asosini tashkil qiladi.